أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله 47 حديث السابع والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Agar men ummatimni jafo va mushaqqatga soladigan yoki kishilarni jafo va mushaqqatga soladigan ish bo'lmagan bo'lsa, ularni har namozga misvak qilishga buyurdim. Demak, bu hadis yana birla mazmunni, u pokizlik, u poklik bu mazmunni buyuruydi, uqtirdi. Rasulullohning naqadar ig'iz, burun va tashqi kiyim-kechak, badan har bir yerni pokiza qilishga buyurishga shunchalik qiziqadiganligini va uni yoqtiradiganligini, ammo o'zi uni buyruq qilib bo'lgandan keyin musulmonlar qilmay qolsa gunohkor bo'lishidan ansirab, rahmi qilib, ichog'itib, unda ta'kidlamagan, uncha kuchlantirmaganligini bizga bayon qildi, birodarlar. Demakki, bu hadis pokizlikqa haqiqatan ahamiyat berishga. Biz yuqorida dedik, oldingi darslardagi hadis darslarda asosan pokizlik, asosan madaniylik, asosan poklik va asasen Müslümanın içki ve tashqi dunyosiningki güzelligi. Mana bu hadis şu. El-İslamu dinun nazafa ve dinul muhafaza ala sihha ve dinul ulfati vel muhabba beyne a'da'il mujtami. Ahdafun celile tetehaqqaqu min amelin sahlin yasir. Ahdafu amlaqa yagrisuha udul arakil musamma bis sivak. Mutahhira lil fam min padlatit ta'am. Muzila lil rawaihil kariha al mutakhallifa عن بعض الأطعمة مغير للرائحة المنبعثة من أبخرة المعدة أو من خلل في اللسان وقواعد الأسنان ومنظف للأسنان واللسان من الألوان الغريبة والسكرة الطارئة ثم هو بعد ذلك يحفظ الفم من كثير من الأمراض ويحفظ الأدراس من نخر السوس ويحفظ اللسان من الضعف أو التشقق ويحفظ المعدة من عفونات الطعام التي تتخلف بدونه بين الأسنان. Umumi ma'nosi. İslam poklik dini ve tenning sog'lomligini saqlash dini. Cemiyet a'zolari orasida do'stlik, ulfatni shakllantiradigan din. Güzel maqsadlar oddiy, oson ishlardan vujudga chiqadi. Ya'ni büyük maqsadlarni misvak deb atiladigan iroq yog'ichi tikidi. Bu yog'och og'izni taomning eshib qolgan qoldiqlaridan poklaydi. Ba'zi taomlardan qolib qolgan sesiq puroqlarni yo'qitadi. Oshqozonning abxira degan isil oshqozonning isilib qilishidan chiqqan sesiq puroqlarni o'zgartirdi yoki chish milkstiki yuchuqlar chishning tigidan chiqqan sesiq puroqlarni o'zgartirdi. Chishni, eg'izni yot ranglar va seriqlikdan poklaydi. An o misvak
buningdan eşib eg'izni nurg'un kasallardan qo'g'daydi. Tishni qutning yeyishidan saqlaydi. Eg'iz milkisni bo'shab ketishdan yoki yeyilib ketishidan saqlaydi. Oshqozonni bo'lsa taomlarning içip sesip ketişlerinden saqlaydi. O taamsiz, o taam tishlarning arasida qolib qolgan sesqlardan oshqozonni saqlaydi. Pokiza va bir raihati tayyiba pak puroq oshkora pokizlik bilan odamlar o'rtasidagi do'stlik, ulfat şekilleniyor. Tilke bazı fevaid-i suluk-i dünyaviyye. Mana bu ahiretinin paydasıqa seliştiğili bulmaydıgan dünyavilik misvakның bazı faydaları. Şeriat misvakni Rab Ta'ala'nı razı kılıdığan madda deb keldi. Şolaşqa şeriat misvakni her xil vaqtlarda, her qandaq ahvallarda işletishni talab qildi. Va o misvakni ishlatishni ibodatga yuzlangan vaqtlarda, odamlar bilan uchrashgan vaqtlarda bak chin talab qildi. Agar mu'minlarga mehr shafqat qilish bo'lmagan bo'lsa, misvak o musulmonlarga her tarat olgan chaqda, her namoz o'qigan chaqda farz bo'lib qolibdi. Demek İslam tishning pokligi, oqligi, tish og'rishidan qutilishi, tish milklarining bo'shishi va tishlarning orliqining yiroqlashishi va tishlarning qalaymuqam bo'lib ketishidan saqlaydigan shu sabablik hosil bo'ladigan bir xil kuyumsizlik, sert odamga yoqmaydigan bir xil holatlarning hammasini islom qanday qildi? Onunga qarshi turdi va uningdan to'sdi. Al-mabahisul arabiyya, arabcha tadqiq qilinadigan so'zlar. Laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas, Muslimning rivoyatida laula an ashqa ala al-mu'minin deb bor. Maqsad ummat degan so'zdan va minannas degan so'zdan mu'minlar maqsad. Chunki ularga dinning tarmoq buyruqlari to'g'ri qarashga asosan yuzlanadi. Bu yerdagi shak raviydan kelgan. Ikki atalg'ida boshlig'anligi to'g'riliq. Lavla degan bo'lishning cheklanganligini uqtiradigan harf. Ya'ni bir narsaning yo'q bo'lganligiga dalolat qiladigan, uning g'ayri bo'lganligi uchun, uning g'ayri mushaqqat bo'lganligi uchun buyurishning yo'q bo'lganligini uqtirib turadi. Masdar an va mubtida bo'lish bilan pish o'qiladigan o'rindagi pildin quruqliq. Bu yerdagi an ashuqqadagi yerdagi laula al-mushaqqa ala ummati an va mubtidalik sabablik pish o'qiladigan o'rindagi pil an ashuqqa. Unda olganda bu an masdar harfi bo'lib ashuqqa degan pilni qanday qiladi? Masdarga aylantirdi. Unda olganda laula mushaqqa ala ummati degan bo'ladi bu yerda. Mubtida. Bu hazf qilingan, tashlangan bir muzabba lavlal mushaqqada. Xabari vojiblik tariqasida tashlanig'liq. Lavlaning javobi la amartuhum, taqdiri lavla xawful mushaqqa alal mu'minin. Bu yuqoridagi tashlangan muzabba debdik, lavla xawful mushaqqayna alal mu'minin mavjud degan bir xabar bor. Agar mu'minlarga qiyin, mushaqqat bo'lib qilishdan qo'rqmagan bo'lsam, ularni misvoq qilishga buyurdim dedi. Beni pantapa vamtana al-amrul ijabi bis-siwak li vujudi khawfil mushaqqa. Misvakni vojib qilish buyrug'i amaldan qoldi va yo'q bo'ldi, mushaqqat qo'rqinchisi bo'lganligi uchun.
La amartuhum bis-siwak ahli lug'at munda dedi. Siwak degan sinning ziri bilan qiliq qilib ishlatiladi va ining bilan misvak qiladigan yog'och qilib ishlatiladi. Ya'ni misvak qilishga buyurdim yoki misvak yog'ichiga buyurdim demoqchi. Dilido saka pamahu yasukuhu savkan deymiz. Qachon desang istaka deb ig'izni tilga olmay istaka degan misvak qildi degan ig'izini chayqildi demoqchi. Sivakning jamoasi suv. İkkilisini pişirdik soğuk. Kitap, kutub deganda. Kitap, kutub, sivak, soğuk. Ba'zanlar hem soğuk deb amzi bilan o'qish joiz dedi. Sivak sakidan ilingan. Sürkügen ma'nida. Sürküdi, ya'ni misvakni sürkügen. Bu yog'och ya uning o'xshagan bir past nimalarni tish pastalarını tishga ishlatish istilohida buningdan bir seriqlik va tishning o'zgarib ketishi yo'qolsin uchun ishlatgan atalg'udagi so'z. Fiqhul hadis, hadisning fiqhi ma'nosi. Fi siwak waradat ahadith kaseera minha. Misvak haqida nurg'un hadislar keldi. Bu hadislardan birinchi İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan marfu tariqasida bunda rivoyat qildi. Agar men ummatimni jafoga soladigan ish bo'lmagan bo'lsa, ularni har bir tarat ag'anchaqni misvak qilishga buyurdim dedi. İmam Ahmad ikkinchisi, Nasai, Tirmizi, Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilib mundaq dedi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi, misvak ig'izni poklaydi, Rabb tabarak va taoloni rozi qiladi dedi. Uchinchisi İmam Tibrani Al-Awsat nomli kitobida zaytun bekmi yaxshi misvak, ya'ni og'izni xushpuroq qiladigan, tish og'riqini yo'q qiladigan barakatlik daraxt zaytun bek yaxshi misvak demoqchi. Endi bu zaytunmi misvak xarakterlik daraxt. Hani payg'ambarlarning mening oldimdagi payg'ambarlarning misvaki o zaytun demoqchi. Zeytun daraxining shoxlari mi misvak qilg'ili bo'ladigan shox. To'rtinchisi İmam Ahmad Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilib bunda dedi. Payg'ambar alayhisalom kecha yoki kunduz uxlab uyg'onibla qoladi ekan, tarat ilishdan burun misvak qiladi deb. Beşincisi Rawal Hakim vel Beyhaqi lawla an ashqa ala ummati la faraltu alayhim al-siwak ba'al wuzu' dabba. Agar men ummatimni mushaqqatga soladigan ish bo'lmagan bo'lsa, ularga misvak qilishni tarat bilan birga farz qilatdim deb. Payg'ambar alayhisolatu vasallam misvak qilishni davomlashtirdi. Shafi'i, Maliki misvak qilish payg'ambarimga vojib dedi. Bular ham İmamul Beyhaqi Oysha radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisga asosan payg'ambarim bunda degan 3 ish bor, ular u 3 ish menga nisbatan farz, u sizga nisbatan nafl. Birinchisi vitr, ikkinchisi misvak, uchinchisi kechining qiyomi. Bu menga nisbatan farz, sizga nisbatan nafl deganlik uchun farz degan. Vel cumhur ala ennehu lem yekun vaciben aleyhisselam ve yerudduna ala hadisil Beyhaqi bi ennehu da'if ve ennehu muariz lima ravahu İbn Majah an Abi Umama ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle ma câ'ani Cibrail illa avsani bis-siwak hatta khashitu en yufrada aleyye ve ala ummeti. Cumhur misvak qilishning payg'ambarimga vojib emas ekanligiga badi. Bular Beyhaqining hadisini yuqoridagi zaif deb raddiya qaytadi. Ve o hadis İbn Majah Abi Umama radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisolamning bundaq deganligini rivoyat qilgan hadisga qarshi deb raddiya berdi. Menga Jibril alayhisolam kasla misvak qilishga vasiyat qildi. Hattoki men menga va mening ummatimga misvak qilishning farz qilinishini qo'rqqan dedi. Ve İmam Ahmad Sahih Hasan isnad bilan rivoyat qilgan payg'ambarim mundaq dedi, men misvak qilishga buyurildim toki menga farz qilishdan qo'rqdim degan hadisga qarshi deb raddiya berdi. Ve iza javazna hukm as-siwak bin nisbati li Rasulullah. Yani Rasulullah nisbatan misvakning hukmidan o'tsak,
farz emasken Resulullah'a nispeten. Vecedna ulema yettefikun ala ennehu sünne li'ametil muslimin. Ulemalarning misvak qilish bütün Müslümanlarga sünnet işkenligiga birlikka kelganligini topamiz. Hech bir ahvolda ne namaz ve onundan başqa yerlidimi vacib emas. Yani onun icmasıga işence qilg'ili bo'ladigan kishilarning icması bilan hamma odamning icmasıga ishonch qilg'ili olmaydi. Birlikka kelib olgan, bir nuqta kelib olganga va icmasıga ishonch qiladigan kishilarning icması bilan vacib emas. Kama qala an-Nawawi, Imam Nawawi degandek. Ve haka ve hukiya an Davud az-Zahiri ennehu awjabahu lis-salat. Davud az-Zahiri'den o kişinin misvakni namaz üçün vacib qilganligi hikoya qilindi. Davud az-Zahiri namazga vacib degan. Lekin o kişi misvak qilishni qo'yib qo'ysa, uning namozi batil bo'lmaydi, ya'ni buzilmaydi. İshaq ibn Rahawaydan bunda hikoya qilindi. Umi vacib dedi. Agar uni qasddan qo'yib qo'ysa, ya'ni tashlab qo'ysa, namozi batil bo'ladi, buziladi dedi. ثم إن المستواك المستحب في جميع الأوقات يكون أشد استحبابا في 5 أوقات. Ondan bütün vaqtlarda mustahab bo'lgan misvak qilish 5 vaqtda bekroq mustahab bo'ladi. Namoz o'qigan chaq, tahorat olgan chaq, Qur'on o'qigan vaqt, uyqudan uyg'ongan vaqt, ig'iz yeyish yoki ichish yoki uzun jim turish yoki uzun so'zlash yoki uzun yemek içmeslikten o'zgargan vaqtda mana bu chaqda bakroq nima bo'ladi, ya'ni mustahab bo'ladi. Ve mezhebu Şafi'iyye kerahiyetus siwak lis-saim ba'da zawal ash-shams li'alla yazila ra'ihatul khulufil mustahibba ve fi naql zalika an ash-Shafi'i khilaf bel hamala ba'du ash-Shafi'iyye anfusahum ala hadzal qawl. İmam Şafii'nin qarashi kun qilgandan keyin ro'z tutishga misvak qilish makruhdir. Mustahab bo'lgan eg'izining turuqi yo'qolib ketmaslik uchun. Chunki ro'z tutishning eg'izida bir xushbiroq va bu yo'qolib ketmaslik uchun. Buning Şafii'dan naql qilinishda ixtilof bor. Balki ba'zi Şafiilar o'zini bu so'zga yuklagan, o'zini men Şafii deb o'tirib chiqib olgan ba'zilar. كما حمل الفقهاء على بعض المالكية القائلين بكراهية الاستياك في المسجد لاستقذاره وتنزيه المسجد عنه. خد fuqahalar, yani fuqahalar misvak qilish masjidda makruh degan ba'zi malikilarga hamla qilgandek, u masjidni ma'nat qilish, u masjidni undan paklash uchun. Ve hamalu aydan ala ba'zil hanafiyya ve ular ham ba'zi hanafiyalarga mu yukladi. Degan bular namozda misvak qilish makruh, chunki qon chiqadi, tahoratni suddirdi, shuni bilan masjidda tukuradigan ish bor deb. Ammo bima va kayfa yastak, nima bilan misvak qiladi? Qanday misvak qiladi? Fa abdaluhu udul arak. Bu misvakning eng yaxshisi arak yog'ichi. Ondan keyin zaytun yog'ichi. Ondan keyin xushbiroq qilishga yaraydigan har qanday daraxtning yog'ichi bo'lsa bo'laveradi. Va hasuna an yakuna fi ghilazil khinsir va an la yakuna shadidal yabs va la ratban. Çimçamak qo'lning tomliqida bo'lishi va bak quruq bo'lib ketgan va yo'l bo'lib ketgan bo'lmasligi yaxshi. Bak quruqlab ketsa bo'lmaydi, bak yo'lab ketsa bo'lmaydi. Va furshatul asnanil ma'rufa taqumu maqamah. Bugungi musulmonlar tunuydigan tish cho'tkilarimi uning o'rnida turadi, misvakning o'rnida turadi. Tish pastalari, so'pilari bu yaxshi. Belki bazı ulamalar bunda dedi, sig'iz chaynaydigan cho, sig'iz misvakning o'rnida turadi, ayollarga nisbatan, ayollar ishlatilmagandan keyin. Ve kayfiyatuhul kamila, bu misvakninki mukammal sifati misvakni o'ng qo'li bilan tutadi. Uningki
chimchamiki uning misvakning ostida bo'ladi. Baş barmak, o'ttirhal barmak uning to'psida bo'ladi. Hukumsuz barmak uning beşida bo'ladi. Ya'ni misvakninki kallisninki tüyida bo'ladi. Buni İbn Mas'ud rivoyat qilgandek. Va uni misvakni yuydi, ishlatishdan burun ho'l qiladi va uni tishlariga uzun, to'g'riliq jihatdan bundaq yoki bundaq jihatlarda sürkeydi. Tishlarininki atroflariga va tishlarininki yıldızlarga sürkeydi. Kanayninki nimasiga va saqbul haliq degan shu saqal duruqninki ustiga va uni hamda yumshoqlik bilan tayyorlab qo'yib ishlatadi. Ya'ni tish militkidan qanitvatmaslik uchun misvak qiladi, ses puroq yo'q bo'lib, og'zi pok bo'lganligiga ko'ngli tingan qadar misvak qiladi. والأبدل ألا يستاك بحزرة الغير ويتمزمز بعده ولا يستعمل سواك غيره. Yaxşı başqalar bayada misvak qilmaslığı yaxşı və onundan kin ağızını çayqımaslığı yaxşı və özünün başqasının misvakını işlətməsliyi yaxşı. Ve yuxazu minel hadisdən eldidir. Birincisi Peyğəmbər Aleyhisselam'ın ümmetiga mehriban və ümmetiga kuyunadiganlığı. İkincisi muhallaq mundadida. Bu hadisda Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın özüge onunda nes düşmegen işlarda ictihat kılışının durustluğu. Peygamber Aleyhisselam bana muşakkatni buyurmaslıqның sebebi kıldı ya böyle. İctihat kıldı. Üçüncüsü bu hadisin bazılarla şari'nin buyruğu eğer mutlak işletilgen çağda vaciplikka elinidi deganini aldı. Mana bu ko'p ulmolarning mazhabi. Chunki Payg'ambar sallam agar mening ummatimga mushaqqat qiladigan ish bo'lmagan bo'lsa, men ularni misvak qilishga buyurdim dedi. Misvak bil ittifoq sunnat. Anda bo'lganda buni fadalla ala anna al-matruk ijabuhu. Bu tashlag'uchi fadalla ala anna al-matruk ijabuhu li'annahu nafa al-amr ma'a subut an-nadbiyya. Bu hadisan tashlang'uchining vacip kılış ekanligiga dalolat qildi. Chunki buyruq mustahablikning sabit bo'lish bilan yo'q bo'ldi. To'rtinchisi talab mustahablik tarafdandir. Haqiqiy amri emas. Beshinchisi hadis umumatan kun qilgandan keyin ro'za tutquchining misvak qilishning mustahabligiga dalolat qildi. Shofiy buningga kammidi. Oltinchisi İmam Buxoriy bu hadisni Cuma namlı kitabıda keltirdi. Cuma'daki mustahab ko'rinishlarning bir ko'rinishi sifatida. Masalan, yuyinish, xushpuroq qilish, go'zal kiyimlarni kiyishdak. Va bima annahu mustahab akidu istihbab inda kulli salat va bu misvak qilishning har namozda kuchlik mustahab ekanligiga dalolat qilsin uchun. Chunki Cuma namozi uning mustahablikini ta'kidlaydi. Uningga yig'iladiganlar ko'p bo'lganligi uchun, Juma namoziga yig'iladiganlar ko'p bo'lganligi uchun misvak qilish yanada bakroq mustahab bo'ladi. Bakroq kuchlik mustahab bo'ladi. Vallohu a'lam qolganini Alloh subhanahu va taolo o'zi bilguchi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.